Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boladı balam, boladı. Ben sana ço, hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Dostlar, keşlikinler hayırlıq bolsun. Bugün mən sizlərə İşcan qız degan çöçekni aytib berəyə. Ondaqda umaqlarımның quluqi məndə bolsun. İşcan qız. Zamanның zamanısıda ismi özgürüp ketken bir yurtda bir adam bolup, onun ismi Qays ekan. Onun ayali ölüp ketib, bir jup qo'shkeza qizi bilan qapdı. Qizlarning birining ismi Fatima, birining ismi Zuhra ekan. Qaysning ayoli o'lib ketgandan keyin qayta uylanishni xiyoliga keltirmay, bir jup qizni tarbiyalab cho'ng qilishni o'zining umrlik burchi qilibdi. Bu arzuga yetish uchun jafo tarsa o'kinmabdi, eg'ir besimlarga yukinmabdi. Qizlarni yaxshi tarbiyalabdi, lekin ikki qizning mijozi ikki xil bo'lib yetishib chiqibdi. Fatima ishchan, qanoatchan, kuyimchan ekan. Zuhra o'rin, g'avur ekan. Kunlardan bir kuni Qays o'rin tutib yetib qopdi. U ikki qizning taqdirini o'ylab peshqa etibdi. Axir ko'zning tirikida uy mulklarini bo'lib qo'yishni o'ylab, Fatima bilan Zuhrani chaqirib o'z xiyolini ularga aytibdi. Zuhra: "Men uy va uy bisotlarini olaman," debdi. Qays bu gapni anglab nihoyat azoblanib, "Ikkisi bo'lsa, biri sening, biri Fatimaning bo'lsin," debdi. Zuhra zodi ko'nmabdi. Fatima: "Singlim o'z deganlarini olsin. Agar sen rozi bo'lsang, men qo'noqdan bir put, to'risqa qisiqliq bir siqim kudi urug'i, 109 tal tavus urug'ini olsamla bo'ldi," debdi. Qays ularga duvat qalam akeldirib vasiyatni yezib bo'lib, u olamga safar qilibdi. Ikki qiz yig'labdi, qaqshabdi, o'rniga kelmabdi. Otasining oxiratlik ishlari tugab 7 kun o'tgandan keyin Zuhra Fatimani uydan haydab chiqaribdi. Fatima amalsiz o'ziga taalluq qo'noq, tavus, kuda urug'ini elib uydan chiqib, nihoyat yiroq daryo bo'yidagi bo'zga yetib beribdi. Fatima garchi bu yerda odam bo'lmag'ini bilan terilg'u qilishga aplik joy ekanligini pamlabdi-da, mushu o'rinda makallashishni o'ylabdi. Bu yerda turli hayvonlar ko'p bo'lib, yirtqichlarning ketsi o't qalash bilan qo'g'dinibdi. Yava olma nashbitlarni yig'ib bir tarafdan yesa, yana bir tarafdan uni cho'ng bir tuzlanlikning u yer bu yeriga ko'mib qo'yibdi. Ko'milgan olma nashbitning puruqini olgan yava cho'shqilar kelib, olma nashbitlarni izlab tuzlanlikning hamma yerini o'ngtay-to'ngtay qilib qezib etibdi. To'ba yumshabdi. Fatima qezib etilgan yerning ko'p qismiga qo'noq, oz qismiga tavus va kuda teribdi. Ziroatlar o'nib chiqqandan keyin Fatima ketsa butun atrofga gulxon yiqib, ziyondoshlarni saqlabdi. Bu yerda yavi o'shkilar ko'p ekan. Fatima ularni aplab-saplab o'ziga ram qilyapti. Shuning bilan ularni seg'ib sutini ichib kun o'tkazibdi. Tavuzlar pishib, qo'noq bosh elib, kuda ko'rib bo'lganda bir shaharning shahzodasi o'g'i chiqib yo'ldan ajishib bu yerga kelib qopdi. U o'z elida ko'rib baxmagan bu mo'jizalarni ko'rib hayron bo'ldi. Usab ketgan shahzodaning tantak hamrohlari nima bo'lsa bo'lsin, yo o'lim, yo ko'rim deb bir tavuzni cheqib yemoqchi bo'lgan ekan, tavuzdan "Ishligan tushlaydi, egimizdan so'rab yesanglar, dardinglarga davo biz, ranjinglarga shifo biz. Adabsizlik qilsanglar, qon chiqarmay bo'g'izlab, to'ydirmasdan yo'ng'izlab, jinonglarni elib yonda qo'yilgan bevafo biz," degan sado gapdi. Shahzoda: "Bas, to'xtanglar," debdi. Shahzodaning maslahati bilan ular tavuzlarning egisini tepish uchun atrofni izlabdi. Bir chaqda ular bir olichuqqa keldi. Shahzoda otdan tushib: "Guldan ko'nglar kiyibdi, zap yarashgan olichuq. Salom ilik olsigan, qo'li oltin qaranchuq," debdi. Fatima shahzodaning salomini anglab:
Sağımı salam yigit, alı çıqqa merhamet, haq almayman taamga, keriki faqat rahmat, debdi. Shahzoda va uning hamrohlari alı çıqqa kirib, to'rdan o'rin oldi. Aman esenlik so'rashib bo'lgandan keyin Fatima talog'i chiqibdi-da, ikki tavuzni qo'ltiqligini chiqarib, "Tavus tilay sizlarga, avval taom debdikan", debdi va tavus tilib mehmonlarni yeyishga taklif qildi. Mehmonlar har qancha ustab ketsa-mu yeyishga jur'at qilolmabdi. Shahzoda, "O'yli tavus deganti, ishlagan tishlaydi deb, boshlab bersa egisi, huzur olsaq bizmi yeb", debdi. Fatima ularning tavus ko'rib baxmaganligini pamlabdi-da, oldi bilan o'zi eg'iz tegibdi. Shahzoda va uning hamrohlari ustab o'lay deb qolg'ashqa, urug' va shapqini qo'shib yegili turibdi. Buni ko'rgan Fatima, "Mal so'ygan go'shini yer, teri yeganni ko'rmadim, go'shini yeb to'xtagan so'ngak yeganni ko'rmadim", deb qoqoqlab kulibdi. Shahzoda o'zlarining bu yangi to'yimini yeb qamlashtira olmaganligini nihoyat istik sezibdi-da. "Shapqini yemay to'q, tatliqni yegizdi, tashnalikni qondirib, yana bormi degizdi", debdi. Fatima yana tavus akirib ularga tilib beribdi. Ular qang'icha yeb ususlikni qandiribdi. Mehmonlar harduqini chiqarib bo'lgandan keyin nurg'u rahmatlar aytib yurtiga qarab yo'labdi. Shahzoda otga minib yo'lga chiqqandan keyin takror orqaga qarabdi. Hamrohlari shahzodaning oshiqi beqaror bo'lganligini sezibdi. Ular yurtiga yetib berishi bilan shahzoda samondek sarg'ayib ketibdi. Tevib taklif qilib davolasimu shifo topmabdi. Podshoh o'g'lining holidan ansirab, hamrohlardan ko'rgan bilganlarini surishtiribdi. Shahzodaning hamrohlari u ustida ko'rganlarini podshohga yibdan yangnisigacha bayon qildi. Buni anglagan podshoh teg'imi qiziqibdi. Podshoh o'ng qo'l vazirni o'rnida qoldirib, so'l qo'l vazirni va boshqa xizmatchi muhofizatchilarni elib, heliqi qizni ziyorat qilishga choptinibdi. Shahzoda tetiklashib o'rnidan turib, otasi bilan birga berishni iltimos qildi. Podshoh ma'qul ko'ribdi. Ular 3 kun yo'l mengib qizbar diyorga yetib beribdi. Podshoh atrofidagi yeshillik va o'xshab ketgan qo'noq tavuzlarni ko'rib, hayajonini bosolmay qoldi. Aluchiqning oldiga berib, "Shoh debdiman o'zimni, bir tip daraxt tikaymi? Shohning shohi bunda ekan, haq meni shoh degaymi? Shoh qizim, salom sana, qo'lim ko'ksimda mana, huzuringga kiraymi? Javobingni ber menga", debdi. Buni anglagan qiz muloyim ovozda, "Shoh otimiz, salomatmi tanlari, baxtlikmi qeriyash, tinish amonmi allari? Huzurimga sizlarni qizg'in taklif qilaman, shoh otam duo bersa, shuncha xursand bo'laman", degan javobni berib, podshohga egilib salom berib, uyga taklif qildi. Mehmonlar uyga kirib o'rin elib bo'lgandan keyin qiz ularga tavus tilib akapdi. Podshoh va amrollari bu to'yimini yeb bayram bo'ldi. Fatima kaynidan sut, ko'ja keltiribdi. Mehmonlar buni ichib, teg'imi huzurlanibdi. Podshoh u qilib go'sht yeyishni bilgan bilan, sutdan foydalanishni bilmaganiga, oshliqni yiroq joylardan oltinga tegishib akelgani bilan, terib ko'paytishni bilmaganiga afsuslanibdi. Tamoqdan keyin podshoh putukchiga bugundan boshlab podshohlikni Fatimaga o'tkazib berilganligi haqida jokornoma yozishni buyuribdi. Buni anglagan Fatima nurg'un tuzut va hurmat bilan rad qildi. Podshoh oxir qizni o'ziga maslahatchi bo'lishga undabdi. Fatima amalsiz ma'qul bo'ldi. U podshohga maslahat berib, bo'z aytishni texmi kengaytibdi. Aradan 3 yil o'tibdi, shahzoda Fatimaga kuyib qavob bo'lib, kunlardan bir kuni uningga o'z muhabbatini izhor qildi. Lekin Fatima mundaq bir shart qo'yibdi. "Zuhra ismli singlim bor, shuni tepib akeldirsangiz, ondan to'y qilaman", debdi. Shahzoda Zuhrani izlab safarga otlanibdi. Qayisdan qolgan makonga borsa, Zuhra yo'q ekan. Qo'lim qo'shnilaridan surishti qilsa, Zuhra otasidan qolgan mol-mulklarni buzib chechib tugitib, uylarni setib to'zitib, qarzga bo'g'ilib, qul bozorda setilib boshqa yurtga ketgan ekan.
Shahzoda yurt izlab surishtirib, oxir uni bir qul bozoridan tepibdi. Uning maydasiga bahosi eshiqliq bo'lib, boshqa qullardan xeyli arzon ekan. Shahzoda oxir uni setib olib, usti-beshini yengushlab, yo'lda yaxshi kutib, Fatimaning yeniga qaytirib keldi. Fatima bilan Zuhra quchoqlashib, yig'izlar qilishibdi. Zuhra Fatimaning huzuriga kelgandan keyin hafta o'tmay hasad qilishga boshlabdi, lekin chondirmabdi. Va'da bo'yicha Shahzoda bilan Fatimaning to'y tayyorligi boshlanibdi. Ati to'y degan oqshimi tuyuqsizdan Fatima behush bo'lib yiqilibdi. Podshoh o'z soqolini yulib hasrat chekibdi. Shahzoda o'zini ko'chatlab, salda yosh to'kibdi. El yurt qayg'uga cho'mibdi. Dal shu chaqda ko'ridagi Xamsuddin: "Bu kasalga men davo, zahar berdi bevafo, ko'rib turdim hammani, Zuhra degan bevafo" degan suvon chiqibdi. Bulondagi qo'noq: "Xamsud yolg'on so'zlamas, rostligiga men guvo" debdi. Tavus sivatchi kuda: "So'zi to'g'ri, biz guvo, qichib ketmasin hargiz, Zuhra degan bevafo" debdi. Shahzoda darhol Xamsudni Fatimaning og'ziga temirgan ekan, Fatima ko'zini ochib, esiga keldi. Shahzoda darhol Xamsudni Fatimaning og'ziga temirgan ekan, Fatima ko'zini ochib, esiga keldi. Fatima savol nazar bilan Shahzodaga qaragan ekan, Shahzodadan burun sud, qo'noq, kuydilar boyqi so'zlarni takrorlabdi. G'azablangan xalq Zuhrani tutib, chechini yulibdi. Fatima xalqqa berib, ularni to'xtatibdi. Xalq uningga o'lim jazosi berishni talab qildi. Fatima: "Yo'q, buningga o'zini aqlash uchun umrlik bir vazifa beraylik. Shahrimizning sharqida bir egi-chaqsiz buvay, g'arbida bir egi-chaqsiz mo'may bo'lib, ular halidan ketib o'rin tutib yetib qolgan. Zuhra ularning osh-ozuqini tayyorlab, ularga kech-kunduz qarasin" debdi. Zuhra gunohini yuvish uchun mangu shularga qarashga belgilanibdi. Podshoh Fatimaning salomatligi asliga kelgandan keyin 30 kun o'yin tomosha, 40 kun to'y-to'ygun qilib, Shahzoda bilan chetib qo'yibdi. Yaxshilikqa yaxshilik har kimning ishi, yomonlikqa yaxshilik aqlning ishi. Shuning uchun biz yaxshilikqa yomonlik qildigan Zuhradak ichtor, hasadxo'r, haqovur, o'rin bo'lmay, yomonlikqami yaxshilik qildigan Fatimadak ishchan, qanoatchan, kuyimchan bo'laylik, ha? Kech bo'lib ketibdi, bugun baldir uxlanglar. Atimi shu vaqtda Dilala Undidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.